Mana haligi. Siz Yo'q, siz bitta. Yo'q. Opa, Siz torting. opa tortdi. Keling, siz tortib bering. Keling, Yoshingiz katta. keling opa. Tortib beradi. Keling. O'zingiz xohlagan joyingizdan oling. Men aytmayman. Xohlagan joyingizdan oling. Nomerda? Yo'q, nimaga? Qaranglar deyishdi. Hop. Kim bo'lishi mumkin? Qattiq stepler rafsizlar lekin. 88lik 557 70 Ikkinchi nomerda ham yozib qo'yinglar. 70. Kim bo'lishi mumkin? 88lik. Asqarova Xurshida. Asqarova Xurshida. Ikkinchi sovg'amiz nima? Uchinchisi. Uchinchisi bu. Uchinchi sovg'amiz chopper, ha? Mana bu sovg'ani olishdi. Nomerlari 93lik 234 13 18. To'xtang, nima? Hozir ikkinchi o'rinda xato terilibdi. Yana bunga hozir telefon qilib boshqa nomerga telefon bosibdi. Endi yana bitta dazmol podarka. Hozir meni odamga qilaylik birinchi, uchinchi o'ringa qilaylik. Bu odam boshqa ekanmi? Boshqa Ha, bo'ldi. Bunga yana bitta o'ynaymiz unda. Biz hozir mana bu ikkinchi sovg'a deb olamiz bo'lmasa, ikkinchi sovg'amizni. Yo'q, mana ikkida qolaversa, bo'ldi. 93lik 93lik 234 234 33 18. 33 18. Mana ko'rib olinglar hammasi. Bu bizning klientimiz ekan. Mana. Bu bizning klientimiz ekan. Chiqdi nomerlari. Ikki marta ham chiqib qolishi mumkinmi? Ha, endi nima-ku, ko'p kelib olib ketishgan. Asqarova Xurshida. Yo nomerlarini yozib skotchlab qo'yasizlar. Endi menga ham telefon qilamiz endi. Nomeri noto'g'ri ketib qoldi-da. Bular olishmayapti endi. Nimacha turib qilamiz endi? Yo'q. Ha, mayli, u nomerlari bor ekan. Demak, bu inson bizni doimiy mijozimiz. Demak, bu inson bemalol topiladi, kelib olib ketishlari mumkin. Sovg'alari bilan tabriklaymiz. Bu insonga boshqatdan qo'ng'iroq qilamiz. Ha, boshqatdan qilamiz. Necha ekan aytinglar. 88lik 557 557 70 72. 70 72. Noto'g'ri yozgan ekanmiz. Noto'g'ri yozgan ekanmiz. Bo'ldi. O'zi ham hayron bo'ldi aka. O'sha odamga ham dazmol nasib qilgan ekanda. U odam Allohda aytgani bo'ladi. Ha, u odam boshqa viloyatdan bo'lsa-chi. Jo'natmaganmiz pochta orqali. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, Feruzbek ekan bu? Fergana shop do'konidan narsa oluvdingizmi? Aha. Latatron o'ynayapmiz bugun 3-yanvar. Siz dazmol yutib oldingiz. Qulluq bo'lsin. Tabriklaymiz. Dazmolingizni bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Juda sifatli dazmol mana sizga sovg'aga berilyapti. Allah rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Tabriklaymiz yutuqlar bilan. Rahmat. Xo'p, kelib olib ketasiz. Ana ikkinchi sovg'amizni egasi topildi. Nomerni adashib bergan ekanmiz, o'rtoqlar. Unga ham beramiz. Bu odam hayron bo'lganda Yana qilaylikmi yo nima qilaylik? Yana bir marta qo'ng'iroq qiling, agar telefonda olishmasa kelib olib ketishadi. Mana qilishyapti. Ha, o'zlari qilyapti. Ana gapirib o'ringlar. Assalomu alaykum. Fergana shop do'konidan telefon qilyapmiz. Bugun xabaringiz bor, 3-yanvar biz Latatron o'ynayapmiz. Shunda siz chopper yutib oldingiz, bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Sovg'alaringiz bilan tabriklaymiz. Hozir telefon qiladi, ko'tarmaysiz. Mayli, kelib bemalol olib ketishingiz mumkin. Sovg'alaringiz bilan tabriklaymiz. Siz sovg'angizni ajratib qo'yapmiz.